Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Hayot balansi kanalini tashkil etdik va ushbu kanalda sizning hayotingizni balansga soluvchi kerakli maslahatlar bilan bo'lishib boramiz. Ushbu maslahatlar tibbiy va badlarga oid bo'ladi. Ya'ni biologik aktiv qo'shimchalarni qanday ichish, ularni qanday sotib olish kerak va qayerdan sotib olish kerak, aynan to'g'ri maslahatlarni, xolisona yondashuvni bizdan olasiz. Bugungi kunda sog'lom bo'lish bu shunchaki tasodif emas. Bu ilmiy yondashuv, to'g'ri hayot tarzi va hayotni balansli tarzda tashkil etishdir. Ya'ni balansli hayotingizni tashkil etish uchun nimalar qilishingiz kerak? Umuman sog'lom bo'lish uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerakligi haqida quyida to'xtalib o'tamiz. Va kanalimizni to'liq ko'rib chiqish mobaynida siz qonni qanday suyultirish mumkin, umuman sog'lom bo'lish uchun qanday biohacking, ya'ni biologik haklarni sizlarga yetkazib beramiz. Bularni hammasi ilmiy isbotlangan va dalillarga tayangan holda bo'ladi. Ko'pchilik sog'likni yo'qotgan paytda o'ylaydi. Va xuddi shunday holatda kimdir dori ichadi, kimdir esa tasodifiy badlarga ishonib qoladi. Ya'ni oldidan uchragan reklamaga yoki oldidan uchragan tanishining takliflariga uchib qoladi. Buni natijasida esa sog'lig'ini yana ham yomonlashtirishi mumkin. Bunday holatlar yuzaga kelmasligi hamda ko'plab qarshi ko'rsatmalar mavjudligini hisobga olgan holda ushbu kanalda biz qaysi biologik faol moddani qachon ichish kerak, qanday dozada ichish kerak va sizga o'zi shu to'g'rimi yoki yo'q ekanligini tahlil qilib beramiz. Ushbu kanalda siz tanani sog'lom paytdayoq qo'llab-quvvatlashni o'rganasiz. Qaysi badlar haqiqatda marketing, ular o'zi ishlaydimi yo'qmi yoki bo'lmasam biz qanday qilib shifokorga murojaat qilishimiz kerak? Qaysi kasalliklarda qaysi shifokorga murojaat qilish kerak? To'g'ri mutaxassisga murojaat qilishni bilishlikni ham ushbu kanaldan o'rganib olasiz. Va biz bilan doimo qolishingizni so'rab qolamiz. Hamda bizni qo'llab-quvvatlash uchun, ushbu xolisona ishimizni rag'batlantirish uchun ushbu kanalning pastki qismidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, Instagramda ham bizni kuzatishda davom eting. Hayot balansi bu shunchaki sensatsiya emas. Bu faktlar. Hayot balansi reklama emas. Bu tibbiy mas'uliyat. Hayot balansi tajriba emas. Bu ilmiy yondashuv. Shunday ekan, hayot balansini qo'llab-quvvatlang va o'zingizni hayotingizni balansga tushiring. Bu bilan sog'lom bo'lasiz.